Iste'molchilarga suyultirilgan gaz yetkazib berish tizimini yanada shaffof va adolatli qilish maqsadida hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan izchil amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, suyultirilgan gaz ta'minotida xizmat sifati va jarayonlarning oshkoraligini ta'minlash maqsadida sirli mijoz tadbirlari muntazam yo'lga qo'yilgan. Bu orqali xodimlarning mas'uliyati, xizmat sifati hamda belgilangan tartiblarga rioya etilishi qat'iy nazorat qilinmoqda. Shuningdek, naqd pul orqali noqonuniy savdo holatlarining oldini olish, korrupsion xavflarni bartaraf etish borasida ham aniq choralar ko'rilmoqda. Bugungi kunda filial mas'ullari mahalla yettiligi bilan hamkorlikda joylarda o'rganish ishlarini olib bormoqda. Jumladan, Pastarg'om tumanidagi Imomota mahallasi Burchak qishlog'ida hozirda 450 ta xonadon suyultirilgan gaz bilan ta'minlanmoqda. Aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida maxsus avtomashinalarga 360 darajalik kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Bundan tashqari, iste'molchilar suyultirilgan gaz ballonlarini Face ID tizimi orqali xarid qilmoqda. Maishiy gaz ballonlari esa maxsus tarozilar orqali o'lchanib aholiga berilyapti. Eng muhimi, rejaga asosan tumandagi 74 ta suyultirilgan gazga moslashgan mahallalar har 40-45 kunda suyultirilgan gaz bilan ta'minlanmoqda. Mazkur yangiliklar xizmat ko'rsatish jarayonida ochiqlikni ta'minlab, aholi va ta'minotchi o'rtasida o'zaro ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi. Hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan bu kabi tadbirlar viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida izchil davom ettirilmoqda.